yomon tush ko'rsak, qo'rqinchli tush ko'rsak nima qilishimiz kerak? Ko'pchiligimiz shu xato qilamiz. Yomon tush ko'rgandan keyin turib kimlargadir telefon qilib yomon tushimizni aytamiz. Men mana bunaqa tush ko'rdim. Buni ta'biri nima ekan deb turib, ayniqsa ayollar rosa ta'biriga kirishib ketishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga nima qilishimiz kerakligini o'rgatganlar. Abu Qatada al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlardan kim yomon tush ko'rsa, uni yomonligidan Allohdan panoh so'rasin. Shaytonni yomonligidan Allohdan panoh so'rasin. Chap tarafiga 3 marta tuf deb tuflasin va hech kimga aytmasin. Ana o'shanda u unga zarar bermaydi dedilar. Aniq ishoning, o'sha tush hech qanaqasiga sizga zarar bermaydi. Agar biz kimgadir aytadigan bo'lsak, o'sha yerda bu zarar berishi mumkin. Endi yaxshi tush ko'rsak, bizga yoqadigan bir tush ko'rsak ham, sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, yaxshi ko'rgan kishimizgagina aytishimiz mumkin. Yaxshi tushi hammaga emas. Chunki biz Qur'ondan bilamiz, Yusuf alayhisolamning qissalaridan, Yusuf alayhisolamning otalari tushingni aka-ukalaringga aytmagan, senga hiyla qilishmasin deganlar. Chunki hasad bor, ko'z bor, shayton bor. Yaxshi tushimizda ham yaxshi ko'rgan kishilarimizga biz ularni yaxshi ko'radigan va bizni yaxshi ko'radigan kishilargagina aytishimiz mumkin. Endi yomon tushni hech kimga aytmasligimiz kerak. Va tush ta'birini ham har kimdan so'ramasligimiz kerak.